Suzan. Sen de beyaz beyaz. Biz bir qayda gitmeyen kebek. Manda kilip düştük. Ankara'da bizni motor etip kabul ederler. Bizni manda yaratalar. Tatar halkını manda yaratalar. Manda endi siz bizning tatar tilinde, bizning tatar rizqlari bilan, bizning tatar adabiyotlarini saqlab, mana shulay etib siz bizning uchun o'rnak. Biz birga bo'lsak, kuchli bo'lamiz. Biz o'zimizning tilimizni, dinimizni, adabiyotlarimizni saqlasak, biz millat bo'lib saqlanib qolacakmiz. Birga bo'laylik, do'st bo'laylik. Gurlab yashaylik.